Bu odam bankomatda mana joy nimaligini bilmaydi do'stlar va kelib kartani suqtirib kartani. Do'stlar, agar mashinasi bankomatda bo'lsa, kartani suqish shart emas. Kelasiz, shunchaki kartani tegisiz, bo'ldi, mana ekran ishlab ketadi. Ko'rlaymi? Men kartani kirgizganim yo'q. Keyin kirgizasiz. Misol uchun nima qilmoqchisiz? Pul yechmoqchimisiz? O'sha tilni tanlaysiz. Endi men pin kod kirganim. Misol uchun men summani ochmoqchiman. O'zim tanlayotgan summani, misol uchun 2 million so'm. 2 million so'm продолжить. Karta qo'limda turibdi, kirgizganim yo'q. Chek so'rayapti, yo'q deyapti va obязательно oxirida pin kod so'raydi. Pin kod kiritganingizdan keyin уже mana обрабатывать qilyapti, chek yonimda do'stlar. Kartam o'zimda. Pulni berdi. 2 million pulni yechib oldim, plastigim o'zim bilan. Получить деньги deyapti, запрос обрабатывать, nima qilmayapti. Ketdi, ko'rlaymi? Mana сотрудничество bank rahmat aytyapti. Va shu karta. Mana. Karta tuqqanim yo'q. Yana pul kerak bo'lsa